Xo'p, nasiya asosida bu sizga o'tdi oki. Mana bu qog'ozdagi bo'sh katechalarga danelaringizni to'ldirib, pastiga shunday qo'l qo'yib bersangiz bo'ldi. Shu iPhone olmoqchimisiz oki? Bo'ldi. Faqatgina hisob ilovasi orqali shunday rasmiylashtirib olsangiz bo'ldi. Xo'p, qo'l qo'ydingizmi oki? Bo'ldi. Endi maygacha har oyi 5-sanasida to'lov qilib borsangiz bo'ldi. Xo'p aka, ko'pchilik nasiya savdo payti yozib olgan qog'ozi bor-u, o'sha sudda dalil bo'lib bermaydi, muammo chiqqan payti. Shuning uchun biz hisob ilovasi orqali foydalanamiz. Nasiya savdo bilan doimiy ishlasangiz va notariusga borib ovora bo'lmasdan qonuniy kuchga ega bo'lgan nasiya savdo shartnomasini hisob ilovasi orqali bemalol tuzishingiz mumkin. Shartnomada to'lov majburiyatlari va muddatlari aniq belgilangan va qarzdorliklar avtomatik ravishda belgilab boriladi. Va agar qarzdor qarzini to'lamaydigan bo'lsa, siz bemalol ushbu shartnoma bilan sudga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi va eng asosiysi bu ilovada scoring tizimi mavjud. Ya'ni agar qarzdor o'z qarzini vaqtida to'laydigan bo'lsa, uni foydalanuvchi sifatida ilovadagi reytingi ko'tariladi. Agar vaqtida to'lamasa, reytingi tushadi va bu sizga uni kelishuvda qanchalik ishonchli insonligini belgilab beradi. Ushbu ilovani App Store yoki Play Marketdan yuklab olishingiz mumkin.